Xo'sh, fizikani o'rganish uchun matematikadagi ba'zi bir tushunchalarni bilishimiz shart. Hozir men mana bu ma'ruzani rasmga olib tashlayman gruppaga. Ma'ruzani chiroylilab men qanday yozgan bo'lsam, xuddi shunday ko'chirib olishga harakat qilasizlar. Ko'chirib olasizlar. Keyin men video qilib iloji boricha o'sha yozilgan ma'ruzani ham tushuntiraman. Videosiga ochib qaraysizlar tushunmagan joylaringni. Megabaytni ayamay videosini ham o'rganasizlar. Xo'sh, uzoq to'plamida misollar ishlaymiz. Misollarni ham video qilib chiqmaganlarini tushuntiraman. Ma'ruzani ham mana shu tartibda tashlayman. Buni tushuntirib bo'lganimdan keyin ma'ruzani rasmga olib tashlayman. Yozib olasizlar ma'ruzani. Chiroylab, ya'ni katta daftar tutasizlar, ma'ruza daftari tutasizlar va o'shanga ma'ruzani alohida yozasizlar. Misollarni ham, qo'shimcha misollarni ham boshqa daftarga ishlaysizlar. Demak, biz birinchi o'rinda birinchi darsni boshlaymiz. Fizikani o'rganish uchun kerak bo'ladigan matematikadagi ba'zi bir tushunchalar. Birinchi tushunchamiz bu o'nli kasrlar. O'nli kasrni bilishimiz kerak qisqacha. Endi buni ko'pchilik biladi. A darajasida minus n tenglik 1 taqsim a darajasi n ga teng. Mana bu formula. Demak, daraja xossasida, endi darajaning xossalarida shunday formulалari bor. Biz shuni bilishimiz kerak. Masalan, birinchi 10 ning minus birinchisi bo'lsa, buni 1 taqsim 10 deb yozib, ya'ni 0.1 deb yozishimiz mumkin. 10 ning minus ikkinchi darajasini ham mana shunday 0.1 deb yozishimiz mumkin. Hokazo ko'ryapsizlar. Xo'sh, endi masalan 3 ko'paytirilgan 10 ning minus birinchisi 3, 10 darajasida minus 1 0.1 ga teng. Tepadan boya ko'rdik mana. Bundan 0.3 ga teng bo'ladi. Hokazo. Bularni ko'pchilik bilish kerak. Masalan, 24 ko'paytirilgan 10 darajasi 2. 10 darajasi 2 100 ni bildiradi. 24 ni 100 ga ko'paytirsak 2400 degan javob kelib chiqadi. Xo'sh, mana bu 24 10 darajasida minus 2 bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz? Mana bu 0.100 dan 1 ko'paytiradigan bo'lsak 0.124 degan javob kelib chiqadi. Endi mana bu standart shaklga keltirmoqchi bo'lsak, vergul sanaymiz. Demak, o'ng tomondan chapga qarab siljiymiz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.28 10 darajasi 8 ga teng. Standart shaklga yozsak mana shuni. Ana endi buni standart shaklga yozmoqchi bo'lsak, chapdan o'ngga qarab siljiymiz. 1, vergul ushlayman 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 23458 10 darajasida minus 5 deb yozib qo'ysak bo'ladi mana shuni. Endi bu birinchi tushunchamiz o'nli kasrlar edi. O'nli kasrlarni ko'pchilik biladi. Shuning uchun ko'p to'xtalmayman, keyingisiga o'tib ketamiz. Keyingi tushunchamiz biz ildizni bilishimiz kerak. Ildiz ustida amallar bajarishni bilasizlar. O'tgansizlar mana 8-sinfda ko'pchilik. Men bu yerda masala ishlash uchun bizga kerakli bo'lgan yodlab ketasizlar. Ildizdan chiqarishni. Demak, boshlaymiz. Ildiz ostida 1 dan 1 chiqadi. Ildiz ostida 2 dan 1.41 chiqadi deysizlar, misol ishlayotgan paytda. Ildiz ostida 3 dan 1.73. Ildiz ostida 4 dan bilamiz 2 ga. Ildiz ostida 5 dan 2.23. Ildiz ostida 6 dan 2.41. Ildiz ostida 7 dan 2.61. Ildiz ostida 8 dan 2.82. Ildiz ostida 9 dan 3, 10 dan taxminan 3.16 chiqar ekan. Mana buni biz iloji bo'lsa yodlab qo'yinglar. Masala ishlayotganda juda ko'p foydalanamiz. Asosan ildiz ostida 2, ildiz ostida 3 juda ko'p keladi masala ishlashda. Mana shuni ham yodlab qo'yamiz. Endi pi 3.114 ga teng. Pi soni 3.114 ga teng. Uning kvadratini taxminan 10 deb ishlab ketasizlar masalalarga kelsa. Pi kvadrat kelsa 10 deb ishlab ketamiz. Endi biz Pifagor teoremasini bilishimiz kerak. O'sha fizikadagi formulalarni isbotlab chiqarishda masala ishlash uchun. Pifagor teoremasi to'g'ri burchakli uchburchakning katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Tushunarli? Bu Pifagor teoremasi. Mana to'g'ri burchak. To'g'ri burchak mana bu. To'g'ri burchakni tashkil qiladigan tomonlar katet deyiladi. To'g'ri burchak qarshidagi eng katta tomon gipotenuza deyiladi. Mana yozib qo'yibman. Katet buchi gipotenuza. Ta'rifga ko'ra a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadratga teng. A bilan b katet, c gipotenuza. Misol ko'ramiz bitta. Mana to'g'ri burchak uchburchak. Katetlari berilgan 6 va 8. Gipotenuzasi noma'lum x. Bizga x ni toping deyapti. Qayerda topamiz? Mana Pifagor teoremasining formaviy ko'rinishi.
Demak, x joyiga 6 ni qo'yamiz. Demak, a ning joyiga 6 ni qo'yamiz, b ning joyiga 8 ni qo'yamiz. X ni topsak 10 chiqib keladi. Demak, uchburchakning gipotenuzasi shu yerda 10 ga teng ekan. Xo'sh, endi ikkinchi misolda ham mana bu bunga nisbatan boshqacha chizilgan. Qaranglar. Bunda ham mana bu to'g'ri burchak. To'g'ri burchakni tashkil qiluvchi tomonlar katet deyiladi, qarshidagi tomon gipotenuza deyiladi. Bizda endi katet yo'q. Mana bu katet topishimiz kerak. Ya'ni x ni toping deyapti, x bu yerda katet. Mana formula a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat. Demak, a ning joyiga x qo'yadigan bo'lsak, b ning joyiga 40, c ning o'rniga 50 qo'yib x ni topsak 900, ya'ni ildiz chiqarsak 30 degan javob kelib chiqadi. 30. Endi buni hisob kitobini o'zlaring bajarasizlar. Keyingi masalada yana katet yo'q, mana katet yo'q. Bu katet, bu gipotenuza, bu katet topish uchun yana Pifagor teoremasiga qo'yib, bitta noma'lum b ning joyiga x qo'yib topsak 200 degan javob kelib chiqar. Buni hisob kitobini o'zlaring bajarasizlar. Ko'p to'xtalmayapman men. Keyingi qismga o'tamiz. Fizikani yaxshi o'rganishimiz uchun biz burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini bilishimiz kerak. Burchak sinusi, tangensi, kosinus, kotangensi. Endi demak, to'g'ri burchak chizamiz. Katet A, bu katet B, gipotenuza C. Mana burchakni alfa deymiz. Mana alfa, grek alfavitining kichik harflari. Bu beta, bu ham shu. Endi burchak sinusi qayerda bo'ladi? Burchak sinusi, e'tibor qaratinglar. Burchak sinusi shu burchak qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbatiga teng bo'ladi. Ixtiyoriy burchak sinusi, demak to'g'ri burchak burchak sinusi shu burchak qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbatiga teng bo'ladi. Qarshidagi katet taqsim gipotenuza deb yozib qo'yibman. Demak, alfa burchakning qarshisi a bo'ladi, gipotenuza bitta c bo'ladi. Masalan yozamiz. Sinus alfa, alfaning qarshisi a, gipotenuza c, a taqsim c bo'ldi. Ana endi betani topmoqchi bo'lsak, sinus beta. Beta burchak qarshidagi tomon. Beta burchak qarshidagi tomon b, gipotenuza c, b taqsim c bo'ladi. Mana bitta misol. Uchburchak bir tomoni 3, bu 4, bu 5. Pifagor sonlari 3 ning kvadrati 9, buning kvadrati 16, qo'shsak 25, ildiz chiqarsak 5 chiqadi. Demak, mana bu to'g'ri burchak uchburchak ekan. Sinus alfani topmoqchi bo'lsak, qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati 3 taqsim 5. Kosinus alfani topmoqchi bo'lsam, yopishgan katetning sinus betani, kosinus o'tganida sinus betani topmoqchi bo'lsam, qarshidagi katet 4 ning 5 ga nisbati bo'laman. Ana endi kosinusga o'tamiz bolalar. Kosinus alfa shu burchak yonidagi katetning gipotenuzaga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, mana bu burchak, mana alfa burchagi edi, mana shu alfa burchak yonidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Yonidagi katet b ning s ga nisbati bo'ladi. Demak, kosinus alfamiz b taqsim c. Kosinus beta-chi mana yerda. Kosinus beta yonidagi katet a bo'ladi, gipotenuza c bo'ladi. A taqsim c bo'ladi kosinus betamiz. Mana. Yana mana bu uchburchak ustidan so'rasak, kosinus alfa kerak. Yonidagi katet 4 ning 5 ga nisbati bo'ladi. Kosinus beta kerak. Yonidagi katet 3 ning 5 ga nisbati bo'ladi. Mana bu kosinusni topish. Endi tangensini topish turganimiz bolalar. Tangens. Burchak tangensi. Burchak tangensi deb shu burchak qarshidagi katetning yonidagi katetga nisbatiga teng bo'ladi. Burchak tangensi shu burchak qarshidagi katetning yonidagi katetga nisbatiga teng bo'ladi. Tushunarli? Xo'sh, gipotenuza umuman qatnashmaydi. Demak, tangens alfa qarshidagi katet a ning b ga nisbati, tangens beta-chi? Tangens beta qarshidagi katet b ning a ga nisbati. Tangens beta b taqsim xo'sh, a ga teng bo'ladi. Mana ta'rifni bilsak bo'ldi. Mana shuni bilsak, bu ikkalasini topa olamiz. Misol keltiramiz mana. Tangens alfani topmoqchimiz. Qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati 3 taqsim 4. Tangens beta qarshidagi katetning yonidagi katetga nisbati 4 taqsim 3. Tangens alfa qarshidagi katetning yonidagi katetga nisbati, tangens beta qarshidagi katetning mana uning yana yonidagi katetga nisbati. Endi kotangens bo'yicha gaplashamiz. Kotangens ham yonidagi katetning qarshidagi katetga nisbati bo'lar ekan, uzr. Kotangens degani shu burchak yonidagi katetning qarshidagi katetga nisbati bo'ladi. Mana alfaning mana yerda alfaning yoni b, qarshisi a. Kotangens alfa b taqsim a bo'ladi. Kotangens beta esa a taqsim b bo'ladi. Mana shunday yozilgan. Kotangens alfamiz b taqsim a, kotangens betamiz a taqsim b bo'ladi. Mana bu
Uchburchakdan ham topsak bo'ladi. Katangiz alfamiz yonidagi 4 ning qarshidagi 3 ga nisbati. Katangiz betamiz yonidagi 3 ning 4 ga nisbati bo'ladi.